Diqqat, tezkor xabar. Yevropa davlatlari Isroilga eshik yopayotgan bir paytda Qozog'iston quchoq ochdi. Isroil prezidentining Qozog'istonga safari oson kechmadi. Turkiya o'z osmonini Isroil samolyoti uchun yopib qo'yib, Gersogni 8 soat osmonda sarson qildi. Anqara osmonni qulflagan bo'lsa-da, Astana bu sargardon mehmonni qizil gilamlar va faxriy qorovul bilan ehtirom ila kutib oldi. Prezident To'qayev ushbu uchrashuvda Isroil bilan savdo aloqalarini 3 barobarga oshirish va yaqin orada Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni yo'lga qo'yishga kelishib oldi. Uchrashuvning asosiy strategik nuqtasi esa Qozog'istonning Ibrohim kelishuvidir. Ibrohim kelishuvi ma'lum ma'noda Eronga qarshi yo'naltirilgan koalitsiya sifatida ham ko'riladi. Ammo bu diplomatik yaqinlashuv barcha uchun birdek silliq ko'rinayotgani yo'q. Isroilning yaqin sharqdagi tajovuzkorona harakatlari va inson huquqlari bilan bog'liq keskin vaziyat tufayli ko'plab Yevropa davlatlari, xususan Ispaniya, Irlandiya, Norvegiya, Turkiya kabi mamlakatlar Isroil bilan har qanday kelishuvlarni to'xtatishni, hatto sanksiyalar joriy etishni jiddiy muhokama qilayotgan bir vaqtda Qozog'istonning bunday qadami xalqaro hamjamiyatda turlicha savollarni uyg'otmoqda. Eng tezkor yangiliklarni kuzatib borish uchun mening sahifamga obuna bo'ling.